Bemorimiz 52 yoshdalar. Bizga Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan murojaat qildilar. Hozirda o'ng chanoq son bo'g'imida og'riqlar, harakat cheklanishiga shikoyat qilib keldilar. Bir necha yildan beri konservativ davo olganlar, lekin effekti bo'lmagan. Bugunda biz o'ng chanoq son bo'g'imini total endoprotezlash amaliyotini amalga oshiramiz. Hozir bemorimizda o'ng chanoq son bo'g'imini total endoprotezlash amaliyotini o'tkazdik. Amaliyot juda ham yaxshi o'tdi. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llari yengil ekan, hech nimani bilmadim. O'zim bilib yotdim, hech nimani bilmadim. Rosa ham qo'llari yengil doktorlar ekan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.